Yana Amir Temurni o'zini Ibn Arabshoh kitobida keltirgan fikri bor. Unda aytilishicha Amir Temur o'zini Eron shohlari Manuchehr avlodidan ekanligini ham ta'kidlaydi. Amir Temur iltimos qiladiki, Mag'rib haqida unga ma'lumotnoma tayyorlab berishini va Ibn Xaldun 3 kun davomida unga 12,5 betdan iborat Mag'rib to'g'risida, uning geografik holati, iqlimi, odamlarning yashash sharoiti umuman bir mukammal bir ma'lumot tayyorlab beradi. Amir Temurni ona tomonidan, demak, qarindoshlari Buxorodan ekanligi va Amir Temur buxorolik yirik ulamolarning nabirasi ekanligi bundan kelib chiqadi. Aynan Said Sharif Jurjoniy va Sadiddin Taftazoniy o'rtasida bir necha bor bahs munozaralar bo'lib o'tgan. Shulardan bir necha bor Said Sharif Jurjoniy g'olib keladi. Hatto ular o'rtasidagi bahs munozara shu qadar keskinlashib ketadiki, qizg'in bahsga kirib ketadiki, Amir Temurda o'zi ham ularda ishtirok etadi. Bundan ko'rinib turadiki, Amir Temurda aynan mana shu diniy bilimlar bo'yicha bilimi ancha yuqori bo'lganligini ko'rsatib beradi. Aslida Sohib Qur'on unvoni mazmuni Zuhro va Jadi yulduzlari edi. Shu ikkala yulduzni yaqinlashgan paytida tug'ilgan insonga qarin egasi deyiladi. Ya'ni shu ikkita yulduz eng yaqin kelgan vaqt qarin voqeasi deyiladi. Shu qarin voqeasi jarayonida tug'ilgan farzandga sohibi qarin, ya'ni qarin egasi. Qarin degani baxt, saodat egasi degan ma'noni biladi. Assalomu alaykum, tarix fani ixlosmandlari. Bugun yana Amir Temur va Temuriylar davri bo'yicha suhbatlarimizni davom ettiramiz. Amir Temur va Temuriylar davri haqida so'z ketganda shubhasiz Temuriylar Renessansi haqida fikr bildirishga to'g'ri keladi. Temuriylar Renessansi, ya'ni Temuriylar davridagi fan va madaniyatning taraqqiyoti butun dunyo tomonidan e'tirof etilgan muhim tarixiy hodisadir. Mana shu tarixiy hodisani bunyodkori, asoschisi, demak, uni fundamentini yaratib bergan inson Amir Temur hisoblanadi. Aynan bugun Amir Temurning ilmga, jumladan diniy bilimlarga bo'lgan munosabati va undagi, demak, Amir Temurning faoliyatiga bugun to'xtalib o'tamiz. Amir Temurning ushbu faoliyati haqida so'z yuritar ekanmiz. Albatta, dastlab Amir Temur tug'ilgan oila haqida, u tug'ilgan muhit haqida gapirishimiz kerak. Bizga ma'lumki, Amir Temur 1336-yilda, demak 8-aprelda, demak Kesh yaqinidagi Xo'jalg'or qishlog'ida tug'ilgan. Ya'ni u Barlos qabilasining beklaridan biri Tarag'ay bekning oilasida tavallud topgan. Albatta, bu oila haqida demak so'z yuritar ekanmiz. Dastlab shu Amir Tarag'ayni o'zini, demak, shaxsi haqida fikr bildirishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, Amir Tarag'ay Barlos qabilasining beklaridan biri. U harbiy kishi bo'lgan, lekin uning ilmga, fanga bo'lgan munosabati haqida ham tarixiy manbalarda ma'lumotlar saqlanib qolgan. Aynan Sharifiddin Aliyaziyning Zafarnoma yoki Nizomiddin Shomiyning Zafarnomasi va boshqa tarixiy asarlarda Amir Tarag'ay bek ko'proq vaqtini olimu ulamolar suhbatida o'tkazganligini, ular bilan doimiy hamsuhbat bo'lganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Endi Tarag'ay bekni haqida berilgan bu ma'lumotlar ichida aynan uning do'stlaridan biri, demak, Shayx Shamsiddin Kulol bo'lganligi haqida ma'lumot beriladi. Bizga ma'lumki, Shayx Shamsiddin Kulol aynan Shahrisabzda, umuman aytaylikki, Shahrisabzda faoliyat olib borgan, demak, ma'lum bir o'ziga yarasha mashhur, demak, tariqat vakillaridan edi va uni Tarag'ay Bahodir bilan do'st ekanligi, demak, Tarag'ay Bahodirni, demak, fanga, ilmga bo'lgan munosabatni ko'rsatib beruvchi bir, aytaylikki, muhim ma'lumotlardan biri deb aytishimiz mumkin. Xo'p, Amir Temur tug'ilganda ham aynan Amir Temurga, demak, ism qo'yish uchun ham Tarag'ay bek o'z o'g'lini, demak, Shayx Shamsiddin Kulol huzuriga olib boradi va aynan Temur ismi ham, demak, shayx tomonidan qo'yilgan. Bu ham Amir Temurning otasi, demak, Tarag'ay bekni dinga, jumladan fanga bo'lgan munosabatini ko'rsatib turibdi. Demak, mana shunday oilada Temur tarbiyalangan edi. Albatta, Temur tug'ilgan oila haqida so'z yuritganda ona haqida so'zlamasak bo'lmaydi. Amir Temurning onasi kim edi? Amir Temurning tarbiyasida, jumladan ilmga bo'lgan munosabatida onasining o'rni qanday? Mana shu masalalar ham biz uchun juda qiziqarli. Xo'p, Amir Temurning onasi haqida tarixiy manbalarda ma'lumotlar ko'p emas. Endi buni to'g'ri tushunishimiz kerak. O'rta asr manbalarida ayollar haqida ko'p ma'lumot berilmaydi. Jumladan onalar haqida ham.
Shuning uchun ham Amir Temurning onasi haqida ma'lumotlar ko'p emas. Lekin saqlanib qolgan ma'lumotlarda, jumladan, xo'p, Amir Temur haqidagi Temurnomalar, Amir Temur qissalari kabi demak, manbalardan ko'rinib turibdiki, shu shu manbalarda Amir Temurning onasi haqida ham demak fikrlar bor. Amir Temurning onasi bu manbalarda Tekina Xotun nomi bilan keladi va uni asli Buxorodan ekanligi, buxorolik sadrlarning demak, ba'zi manbalarda aytadi Sadr Ash-Shariya yoki Sadr Ash-Shariya deb keltiriladi. Demak, Buxoro sadrlarining qizi ekanligi ta'kidlanadi. Endi agar Amir Temurning onasini demak kelib chiqishi bo'yicha tadqiqot olib boradigan bo'lsa, shu narsa ko'rinadiki, bular demak Buxoroni sadrlaridan bo'lgan oilada tavallud topgan ekan. Endi ularni shajarasi bilan qiziqqanimizda ba'zi qiziq ma'lumotlar uchraydi. Misol uchun Ibn Batutani sayohatnomasida u Buxoroga kelganda Buxoro sadrlari bilan uchrashganligi, ular bilan hamsuhbat bo'lganligi hamda bularni demak aytadiki Buxoroda juda katta obro'ga ega ekanligi ta'kidlanadi. Aynan shu shajarani o'rganib chiqsak, bu shajara yana borib bizga ma'lum mana Mahmud Tarobiy qo'zg'oloni bor, mo'g'ullarga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon. Shu qo'zg'olonda Mahmud Tarobiyni yonida turgan kishilardan biri Shamsiddin Mahbubiy edi. Mana shu Shamsiddin Mahbubiy ham demak Buxorodagi o'ziga yarasha obro'ga ega bo'lgan yirik olimlardan, ulamolardan biri bo'lgan. Aynan sadrlar oilasidan bo'lgan bu kishi ham. Demak, ma'lum darajada Amir Temurning onasini uzoq demak shajarasidagi demak ismlardan biriga borib taqiladi Shamsiddin Mahbubiy ham. Yana Amir Temurni o'zini Ibn Arabshoh kitobida keltirgan fikri bor. Unda aytilishicha Amir Temur o'zini Eron shohlari Manuchehr avlodidan ekanligini ham ta'kidlaydi. Va aynan Buxoro sadrlari esa Erondan ko'chib kelganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Demak, Amir Temurning ona tomonidan demak qarindoshlari Buxorodan ekanligi va Amir Temur buxorolik yirik ulamolarning nabirasi ekanligi bundan kelib chiqadi. Albatta Amir Temurning onasi haqidagi tadqiqotlar hali davom etadi. Hali keyinchalik tarixiy manbalardagi yangi ma'lumotlar topilsa, bu haqda yana bir kengroq fikrlar bildirish mumkin bo'ladi. Lekin har holda ko'rinib turibdiki, Amir Temur ota tomonidan ham, ona tomonidan ham ilmga, jumladan diniy ilmlarga ham katta e'tibor berilgan oilada tavallud topgan edi va bu Amir Temurning demak keyingi faoliyatiga juda katta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Va ushbu masala bo'yicha agar fikrlar bo'lsa, marhamat sizlar ham fikr bildirishlaring mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tarix fani qiziquvchilari. Albatta, umuman jamiyatimizda har bir insonning shaxs sifatida shakllanishida oila juda ham muhim o'rin tutadi. Bu bo'yicha ustozimiz yetarli darajada fikrlarni aytdi. Faqat men ozgina shu fikrlardan qo'shimcha qilib bir narsa aytishimiz mumkinki, Amir Temur tug'ilgan payt otasi asosan harbiy ishlardan chekinib, yirik diniy ulamolar, ilm ahllari vakillari bilan hamsuhbat bo'ladigan vaqtiga to'g'ri keladi va albatta bu suhbatlarga ko'pincha Amir Temurni ham olib ketgan va yosh Temurda sekin-asta ilmlar va diniy ilmlar, dunyoviy ilmlar shakllana boshlagan va bu ham farzand tarbiyasida muhim o'rin tuta boshladi. Ya'ni men shu narsani aytib o'tmoqchimanki, albatta biz ma'lum darajada bundan xulosalar chiqarishimiz mumkinki, farzand tarbiyasida ota tomonidan u olib borilgan davra ham muhim rol o'ynaydi albatta. Ya'ni uning fikrlashi, dunyoqarashiga albatta ta'sir ko'rsatadi va bu Amir Temurdan va uning otasidan o'rnak olish mumkin bo'lgan bir kes deyishimiz mumkin. Shu o'rinda juda yaxshi eslatdingiz Humoyinjon. Haqiqatan ham umuman har bir farzandni tarbiyasida ota muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, otani do'stlari ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni siz o'z farzandingizni qanday inson qilib tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, sizni do'stlaringiz o'shanday inson bo'lishi kerak edi. Aynan Amir Temurning shaxsiyatini shakllanishda ham buning katta o'rni bor. Haqiqatan ham mana Davlatshoh Samarqandiyning Tazkiratu Shuara asarida aniq keltiriladi. Amir Temurning otasi Tarag'ay Bahodir o'sha do'stlari bilan ham suhbat bo'lib, o'sha do'stlarining davralariga borganda, siz aytganingizdek Amir Temurni ham olib ketgan. Va Amir Temur mana shu davralarda qatnashib, juda ko'p olim va ulamolarning suhbatlarini eshitib,
tinglab, ulardan ko'p narsa o'rganib katta bo'lgan. Bu albatta Amir Temurning demak faoliyatiga juda katta ta'sir qilgan. Va boya yaxshi eslatdingiz, Amir Tarag'ay Bahodirni o'sha harbiy faoliyatdan chekinib, asosan xo'jalik va aytaylikki dehqonchilik, boshqa ishlar bilan shug'ullangan davriga Temur to'g'ri keladi. Bu bejiz emas, chunki Amir Temurning 3 ta aka-ukalari bor. Endi bularni Hofiz Abruni ma'lumotlarida birinchi Amir Temur keladi, keyin uni 3 ta ukasi yoziladi. Lekin Temuriylar shajarasida oldin 3 ta o'g'il bola yoziladi-da, o'g'il farzand, Tarag'ayning 3 ta o'g'il farzandi yozilib, keyin Temur yozilgan. Endi Temuriylar shajarasiga tayanadigan bo'lsak, shu tartibga tayansak, demak Temur bularning eng kichigi. Demak, Temurdan oldin ham Tarag'ay Bahodirning 3 ta o'g'li bo'lgan. Ularning ismlari ham keltirilgan. Men hozir ikkitasini eslayapman. Olimshayx bilan Suyurg'atmish. Birinchisini, eng kattasini ismi kelmadi. Lekin tarixiy manbalarda ular haqida ma'lumot yo'q. Bundan ko'rinadiki, ular yoshligida vafot etib ketgan. Demak, aynan Amir Temurning tug'ilishi Tarag'ay Bahodirga katta ta'sir qilganki, u harbiy ishlarni tashlab, demak, hali yuqoridagi katta o'g'il farzandlari vafot etganligi sababli bo'lsa kerak, harbiy ishni tashlab faqat Amir Temur tarbiyasi bilan shug'ullanishni lozim deb topgan va aytaylikki, bunga katta e'tibor qaratgan. Endi suhbatimizni davom ettirganda shu masalaga e'tibor qaratmoqchi edim. Amir Temur qanday ilmlarni egallagan va bu ilmlar Amir Temurning faoliyatida qanday o'rin tutgan? Xo'p, marhamat Ozodaxon. Rahmat ustoz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tarix ixlosmandlari. Bilamiz, Amir Temur o'z davrining eng bilimli kishilaridan edi va ko'plab fanlardan xabardor bo'lgan. Masalan, tarix, adabiyot, she'riyat, matematika, geografiya, astronomiya deymizmi yoki diniy ilmlardan fiqh, tafsir, hadis ilmi kabi fanlarda yoshligidan chuqur egallagan va keyinchalik o'z tajribasini orttirib borgan. Undan tashqari tarixiy va diniy qissalarni ham to'plagan va uni yod olganlik haqidagi ma'lumotlarni ham biz uchratamiz. Aytishimiz lozimki, bu fanlar davlat boshqaruvida yoki harbiy sohada, masalan, tarix va geografiya fanlarini ko'proq o'sha harbiy yurishlar vaqtida kerak qo'llagan yoki mana astronomiyaga to'xtaladigan bo'lsak, astronomiya aynan harbiy yurishlarning vaqtini, yo'nalishini belgilab berishda yoki iqtisodiy bilimlar davlatni soliq tizimini yanada takomillashtirish ishlarida yoki diniy ilmlar esa demak davlat o'sha aytamiz o'sha fiqh deymizmi, tafsir deymizmi, hadis ilmi bular o'sha davlat boshqaruvida juda ham zarur bo'lgan yoki matematikaga to'xtaladigan bo'lsak yoki mantiq ilmiga bular strategik qarorlarni qabul qilishda Amir Temurga juda katta yordam bergan. Shu boisdan ham ushbu fanlarni bilan doimiy qiziqqan, ularda iloji boricha o'sha kitoblarni ko'proq o'qishga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Eng muhimi aynan bunga ehtiyoj ham bor edi. Sababi siyosiy jihatdan legitimlikni ta'minlashda, davlat va harbiy boshqaruvni yanada mustahkamlashda yoki ma'naviy taraqqiyotni rivojlantirishda yoki ilm fanni yanada rivojlantirishda aynan mana shu fanlarga bo'lgan ehtiyoj bor edi. Hattoki Amir Temurda tibbiyotga oid bo'lgan bilimlari borligi haqida eshitganmiz. Masalan, hatto shunaqa qiziqqan ekanki, Abu Ali ibn Sinoni o'sha Tib qonuni asarini turkiy tiliga tarjima qilishiga uni topshirig'i bilan tarjima qilingan. Tojiddin Ahmadiy degan kishi aynan mana shuni tarjima qiladi. Shundan ko'rib turishimiz mumkinki, Amir Temurda fanlar bo'yicha bilimi yuqori bo'lgan. Ana qarangda, Amir Temur aynan shu tibbiyot sohasiga e'tibor qaratganingiz yaxshi bo'ldi. Qarang, Amir Temur doimiy harbiy yurishlar olib borgan. Bu harbiy yurishlarda endi Temur qo'shinini asosan yarim ko'chmanchi aholi tashkil qilgan harbiy qo'shinni asosan va bular deyarli barchasi turkiylardan bo'lgan. Lekin mana shu harbiy qo'shinga samarali va aytaylikki sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun demak tibbiy asarlar kerak bo'lgan. Bu tibbiy asarlar esa asosan arab tilida, bir qismi fors tilida. Amir Temurda aynan bu tibbiy asarlarni turkiy tiliga tarjima qildirishi ham mana shu ehtiyojdan kelib chiqyapti. Haqiqatan ham bu ham Amir Temurning o'sha ilmga bo'lgan, jumladan tibbiyot ilmiga bo'lgan demak yuqori e'tiborni ko'rsatib beryapti. Endi shu o'rinda navbatdagi bir savol kelib chiqyapti-da. Amir Temur mana shuncha ilmlarni egalladi. Xo'p, shu ilmlardan mana aytaylikki xo'jalikning turli sohalarida, davlat boshqaruvida, boshqada foydalanyapti. Xo'p,
Amir Temurni bu ilmlari qayerda sinaldi yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, Amir Temurni olimlar bilan suhbatlari yoki Amir Temur huzuridagi ilmiy munozaralar haqida ham tarix manbalarida ma'lumotlar ko'p. Hozir endi mana shu masalaga to'xtalsak, ya'ni Amir Temur olimlar oldida o'zini qanday tutgan? Juda yaxshi savol bo'ldi ustoz. Bilamiz, Amir Temur juda ko'p olimlarni Samarqandga olib kelgan. Shulardan biri Sa'diddin Taftazoniy edi. Aynan mana shu Sa'diddin Taftazoniy bilan o'z davrining mashhur faylasuflaridan, olimlardan biri bo'lgan Said Sharif Jurjoniy bilan bo'lgan bir bahs munozara haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Aynan Said Sharif Jurjoniy va Sa'diddin Taftazoniy o'rtasida bir necha bor bahs munozaralar bo'lib o'tgan. Shulardan nimasida bir necha bor Said Sharif Jurjoniy g'olib keladi. Hatto ular o'rtasidagi bahs munozara shu qadar keskinlashib ketadiki, qizg'in bahsga kirib ketadiki, Amir Temurni o'zi ham ularda ishtirok etadi. Va ishtirok etib bir safar hatto o'sha Mahmud Zamashariyning Al-Kashshof asari yuzasidan bo'lgan o'sha bahs munozarada qatnashib o'zining fikrlarini, mulohazalarini bildirib o'tadi. Bundan ko'rinib turadiki, Amir Temurda aynan mana shu diniy bilimlar bo'yicha bilimi ancha yuqori bo'lganligini ko'rsatib beradi. Yaxshi. Marhamat, Humoyinjon. Men Ozodaxonning fikrlariga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Sa'diddin Taftazoniy masalasida. Sa'diddin Taftazoniy bilamiz, asli Xorazmlik. Amir Temur Xorazmga yurish qilgan paytda U Xorazmlik emas. Sarasli bo'ldi. Uzr. Ya'ni Xorazm mintaqasiga yurish qilgan paytda Samarqandga olib kelish harakatlarini amalga oshiradi. Ya'ni bundan shunday xulosa qilish mumkinki, Amir Temur hali yirik imperiya qurmagan va yirik hududlarni o'z qo'l ostida birlashtirmagan vaqtda ham yirik ulamolarni Samarqandga olib kelish harakatlarini boshlab yuborganligini ko'ramiz. Ya'ni bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Temur keyingi u harbiy bo'ladimi, siyosiy harakatlarini ma'lum darajada olimlar va ulamolar bilimiga, ularning tajribasiga qurish harakatlarini boshlab yuborgan holatlari kuzatiladi. O'sha hokimiyatning dastlabki yillardanoq bu narsaga asosiy e'tibor qarata boshladi. Xo'p, bundan tashqari ko'rishimiz mumkin, Amir Temurning yonida faoliyat olib borgan ulamolardan bittasi bu Mavlono Abduljabbor hisoblanadi. Mavlono Abduljabbor manbalarda asosan Amir Temurning Yaqin Sharq, Anadolu mintaqasiga qilgan harbiy yurishlarida ko'p bor tilga olinadi. Ya'ni bevosita o'sha yurishlarda imomlik qilgani va tarjimonlik faoliyati bilan shug'ullanganligi manbalarda keltirib o'tiladi. Hatto Mavlono Abduljabborning bilimi, uning tajribasidan kelib chiqib, Imom Azamga qiyosan ikkinchi Nu'mon shaklida, ikkinchi Nu'mon sifatida e'tirof etilganligi ham uning Amir Temur va Temuriylar davlatida qanchalik nufuz va hurmatga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Xo'p, bundan tashqari Amir Temur arab mintaqasi bo'ladimi, fors mintaqasi bo'ladimi, qaysi mintaqaga tashrif buyursa, albatta ulamolar bilan, ilm ahli vakillari bilan suhbatlar olib borishga, ular bilan turli xil ilmiy muzokaralar o'tkazishga harakat qiladi. Ana shu muzokaralarda ko'pincha Mavlono Abduljabbor arab, fors tillarini yaxshi bilganliklari uchun ham tarjimon, ham nimasak bo'ladi, hakam sifatida mana shu muzokaralarda qatnashadi. Xo'p, o'zi boya bir Ozodaxonning fikrlariga yana bir qo'shimcha bor ediki, hukmdorlarning faoliyatini tahlil qilganimizda, Amir Temur singari buyuk hukmdorlarning faoliyatini tahlil qilganimizda, bu hukmdorlar tarixiy tasodif tufayli muvaffaqiyatga erishib qolmaydi. Ya'ni bu bo'yicha yetarli bilim, ko'nikmalarga ega bo'lish, ya'ni fanning turli tarmoqlari bo'yicha, u harbiy sohada bo'ladimi, siyosiy sohada bo'ladimi, ya'ni tarixiy tasodif bilan bunchalik ko'p uzoq muddat muvaffaqiyatga erishish mumkin emasda. Ya'ni bu ham shu narsani isbotlaydiki, oddiy bir fikr, Amir Temur ham fanning turli tarmoqlari bo'yicha yetarli bilimlarga ega bo'lgan va bu narsa uning olimlar bilan o'tkazgan munozaralarda ham o'z aksini topadi. Xo'p, endi Amir Temurning diniy ulamolarga munosabati, arab muarrixlaridan biri Al-Miq Maqrizi shunday ma'lumotni keltiradi. Amir Temur ko'p bora bir fikrni takrorlab yuraveradi deb misol qilib aytib o'tishadi. Amir Temur men bu muvaffaqiyatlarga Shayx Shamsiddin Kulolning duosi, Shayx Zayniddin Xafofiyning himmati va Said Barakaning barakati orqali erishdim degan fikrlarni doim aytib o'tganligini keltirib o'tadi.
Xo'p, endi shu o'rinda yana bir fikrni keltirib o'tish kerak. Bilamiz 1400-yilda Amir Temur Yaqin Sharq mintaqasiga, xususan Misr mamluklari hududiga qarashli bo'lgan Damashq va Halab shaharlariga harbiy harakatlarni amalga oshirgan vaqtda Halab shahri fath etilgandan so'ng shaharning qozisi Burxoniddin hamda Ibn Muxlifadan Ibn Xaldun Misr askarlari bilan bu shaharga kelganligini eshitdim. U qaytib ketdimi, yo'qmi deb so'raydi. Shahar qozisi Ibn Xaldun shu yerda ekanligini ma'lum qiladi va Amir Temur qozi orqali xabar yuboradiki, Ibn Xaldun bilan uchrashish rejasi borligini. Ibn Xaldunga bu xabar yetib borgandan keyin Ibn Xaldun mana shu uchrashuvga qariyb kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib chiqadi. Ya'ni bu ham shundan dalolat beradiki, Ibn Xaldunda ham Amir Temurning fanning turli tarmoqlari bo'yicha yetarli bilimga ega ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli edi. Xo'p, Ibn Xaldun bilan uchrashuv, Amir Temur o'rtasidagi uchrashuv juda samimiy, ilmiy fikrlarga boy bir uchrashuv bo'ladi. Xo'p, Ibn Xaldun masalasida o'zidan oldingi turli hukmdorlar, misol uchun boy ustozimiz aytib o'tganidek, Navaxon Donsir masalasida suhbatlashadi. Navaxon Donsirning kelib chiqishi bo'yicha Temur Ibn Xaldunga savol beradi. Xo'p, Ibn Xaldun javob beradiki, Navaxon Donsirning kelib chiqishi bo'yicha ikki xil qarash bor. Birinchisi Bobil hukmdorlarining avlodi, ikkinchisi Fors hukmdorlariga borib taqaladi degan fikrni ilgari suradi va shunda Navaxon Donsirning Fors hukmdorlariga borib taqalish fikridan Amir Temur kelib chiqib aytadiki, u Manichexriga borib taqalishi mumkinmi deydi. Ibn Xaldun shunday savol beradi. Ha, mumkin deb javob beradi. Boy ustozimiz aytib o'tgandek va u shunday javob beradi. Demak, men ona tomonidan Navaxon Donsirga qarindosh bo'lishi mumkin degan fikrlarni ilgari. Endi bu albatta tarix haqiqatan uzoq bo'lishi mumkin, lekin bir siyosiy legitimatsiyaning bir ko'rinishi sifatida, fakt sifatida aytib o'tish lozim. Humayjon, siz ba'zi juda qiziqarli faktlarni keltirdingiz. Mana shu faktlarni eshitar ekanman, ba'zi bir mulohazalar o'rtaga chiqyapti-da. Qarang, mana Amir Temur 3 ta pirini, 3 ta demak shayxini duolari, demak ularni qo'llab-quvvatlashi bilan hayotimdagi barcha muvaffaqiyatlarga erishdim deyapti va Amir Temur ulardan samarali foydalana bilgan ham. Misol uchun aynan 1370-yili hokimiyatga chiqishini eslasak, eslanglar, o'sha Amir Temur Amir Husaynga qarshi yurish qilib kelyapti va o'sha paytda Said Baraka Boran nahriga keladi va dastlab Amir Husaynga uchraydi. Va Amir Husaynga uchrab, Makka va Madina shaharlari uchun va bu yerlarning vaqtlaridan, bu yerdagi vaqtlardan Makka va Madinaga ajratilgan mablag'larni berishini so'raydi. Lekin Amir Husayn uni berishdan bosh tortadi. Va u keyin Amir Temur oldiga keladi. Amir Temur uni juda yaxshi kutib oladi va bu aytaylikki Amir demak Said Baraka kutgandan ko'ra ziyodaroq unga demak Makka va Madina muqaddas shaharlar uchun demak vaqf mulklarini va uni daromadlarini topshiradi va bu demak Said Barakani Amir Temur tomonidan demak aytaylikki bu qo'llab-quvvatlanishi albatta Amir Temurni diniy ulamolar orasidagi obro'yini yana ham oshirib yuboradi. Aslida Amir Temur demak Shayx Shamsiddin Kulolning shogirdi. Bu jihatdan endi Said Barakani ham demak aytaylikki Amir Temurni qo'llab-quvvatlovchilar tomoniga o'tishi Temurni hokimiyatga chiqishidagi eng katta demak ijobiy ta'sirlardan biri bo'ldi. Yoki mana Xuroson yurishlarini eslasak, Xuroson yurishlarida ham Amir Temur qarang, taktikada e'tibor berish kerak. Dastlab Xurosondagi ulamolar bilan aloqa bog'laydi. Ulamolar birinchi o'shaligi ulardan bo'lib Taybadoniy bilan uchrashadi. Demak, u bilan uchrashib, uni aytaylikki ziyorat qiladi. Ziyorat qilib, keyin Taybadoniy aytaylikki o'zining hukmdori, Hirot hukmdori G'iyosiddindan bir necha shikoyatlar qiladi. Ya'ni hukmdor qanday sifatlarga ega bo'lish kerakligini Amir Temurga uqtiradi. Va Amir Temur albatta biz mana shu muammolarni hal qilish uchun keldik Xurosonga deydi. Albatta bu ham Amir Temurning bu yerdagi demak muvaffaqiyatini oldindan ta'minlagan omillardan biri. Yoki yana navbatdagi ulamolardan biri o'shaligi xo'p Xurosonning yirik ulamolardan Bobosangu bilan uchrashadi. Bobosangu bilan uchrashganda o'shaligi ikki o'rtadagi aytaylikki suhbat bo'ladi. Bobosangu Amir Temurga qo'yni to'shini sovg'a qiladi. Amir Temur Xuroson yer yuzini to'shtirur. Mana Shayx hazratlari bizga to'shni inom qildi. Demak, ertagalik jangda Xuroson bizniki bo'ladi deydi. Mana bu ular, ya'ni diniy ulamolar bilan yaqinlashish va diniy ulamolarni aytaylikki ta'sirdan
foydalanish ham Amir Temurning faoliyatida kuzatilgan narsalardan biri albatta. Xo'p, marhamat Ozodaxon, sizda fikrlar bo'lsa yana. Zayniddin Abubakir Toyibodiy haqida qo'shimcha qilmoqchi edim. Albatta, mana shu uchrashuvdan so'ng Amir Temur va Zayniddin Abubakir Toyibodiy o'rtasida ko'pincha maktublar almashib turilishgan va turli masalalar bo'yicha bo'lgan, ba'zi holatlarda o'sha diniy masalalar bo'yicha Amir Temur maslahat so'ragan holatlari bor. Bir safar Abubakir Toyibodiy aynan Ahmadjon va uning avlodlarini hozir bir qiyin ahvolda ekanligi haqida Amir Temurga maktub yo'llaydi. Va mana shu maktubda Amir Temur o'shani olgandan so'ng o'sha Ahmadjon va uning avlodlariga bir ularni bir ahvolini yaxshilaydi va ularga ehtirom ko'rsatib bir qancha o'sha mulklarni o'sha vaqf qilib berganliklari haqidagi ma'lumotlarni ko'ramiz. Yoki Humoyun aynan o'sha Damashq safari haqida aytib o'tdi. Amir Temur aynan mana shu Damashq safar va harbiy yurishi vaqtida bu yerda payg'ambarimizni o'sha ayollarini, ya'ni Bob Usag'ar maqbaralarida joylashganligi haqida eshitib qoladi va uni va uning yaqin atrofida ikkita qubba qurdiradi. Shundan tashqari bu yerda o'sha Banu Umayya degan masjid bo'ladi va mana shu masjidni ham qayta ta'mirlash haqida va bu yerga ko'plab o'sha vaqf mulklari berilishi, ularni o'sha obodonchiligi masalasini demak mas'ul shaxslarga tayinlaganligidan ham demak aynan ularni o'sha shayxlarga, ulamolarga, sayyidlarga, umuman diniy arboblarga bo'lgan munosabati anchayin yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta endi bu munosabatlar bejiz emas, chunki Amir Temurning diniy ilmi ham juda yaxshi bo'lgan. Mana tarixiy manbalarda ko'proq tarixiy manbalardan ham ko'proq mana bu tarixiy ilmiy ommabop asarlarda uchraydi. Amir Temur Qur'onni yod olganligi, Amir Temur Qur'onni yaxshi o'rganganligi to'g'risida ma'lumotlar ko'p uchraydi. Lekin mana bu rasmiy tarixiy manbalarda Amir Temurni demak diniy ilmlari to'g'risida keng ma'lumot berilsa ham aynan aniq tiniq Amir Temur Qur'onni yod olganligi haqida ma'lumotlar kam. Lekin bunday ma'lumotlar bor ekan. Misol uchun men yaqinda shu narsani ko'rdim. Abdurazzoq Samarqandiyning Matlaus Sadayn asarini birinchi daftari, birinchi jildi hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Bu asar demak fors tilida yozilgan o'zi va Eronda demak nashr qilingan fors tilida. Shu asarni o'sha birinchi daftarida Amir Temur haqida umumiy ma'lumotlar ham berilgan. Amir Temur tarixiga o'tishdan oldin va mana shu ma'lumotlarda men qiziq ma'lumotga duch keldim. Shu qismida Abdurazzoq Samarqandiy aytayaptiki, Amir Temurni demak barcha ilmlarni chuqur egallaganligi haqida gap ketyapti. Boya mana siz aytib o'tdingiz, fanlarni sanadingiz, tarix, tibbiyot, astronomiya, matematika, geometriya, hamma fanlarni chuqur egallaganligi va buni Humoyunjon boya aytib o'tdingiz, diniy ilmlar bo'yicha olim ulamolar bilan ko'p bahsga kirishganligi hamda ilmiy bahslarda, munozaralarda shaxsan ishtirok etganligi haqida juda qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi va keyin Abdurazzoq Samarqandiy aytadiki, u olimlar bilan shunday suhbatlashardiki, deydi. Malik va mamluk munosabatlari bunda sezilmasdi deydi. Ya'ni malik hukmdor, mamluk qul. Ya'ni xuddi deydi, ya bu yerda xo'jayin qul munosabati yo'q edi. Ya'ni Amir Temur o'zi olimlar bilan suhbatlashganda ular bilan bir xil pog'onaga tushib olib suhbatlashardi deydi. Bu Abdurazzoq Samarqandiyning fikri. Endi shu fikrni qo'llab-quvvatlovchi fikrlar manbalarda juda ko'p. Misol uchun Amir Temurni tinmay qoralagan Ibn Arabshoh. Ibn Arabshoh aynan boya siz aytgan Ibn Xaldun bilan uchrashuvni keltiradi. O'shanda Ibn Xaldun Amir Temurning huzuriga ikkita sovg'a bilan kiradi. Bittasi muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim, keyin bir shirinlik. Odatga ko'ra shu qilinadi. Amir Temur demak muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni demak taomil bo'yicha ko'zga surtib qabul qiladi. Buning uchun juda katta minnatdorchilik bildiradi va keyin shirinlikni oladida, keyin mana dunyoning eng buyuk olimi menga shirinlik keltiribdi deb o'zi yurib o'z qo'li bilan yonidagi o'sha amirlarga shu aytaylikki shirinlikdan tortiq qiladi. Ya'ni juda tushunarli aytadigan bo'lsa, o'z qo'li bilan yegizib qo'yadi. Ya'ni bu mana bu olimga bo'lgan hurmat. Bu haligi va u bilan aytadiki, bitta to'shakda o'tirib Ibn Xaldun bilan suhbat olib boradi. Mana bu ma'lumotlar ham
Abdurazzoq Samarqandiy keltirgan ma'lumotlar qanchalik to'g'ri ekanligini ko'rsatyapti-da. Va shu Abdurazzoq Samarqandiy Amir Temurni ilmga bo'lgan munosabatlari haqida gapirib kelib turib aytadiki, Qur'oni Karimni yoddan bilardi deb ta'kidlaydi. Va demak mana shu ham demak keyinchalik Amir Temurni Qur'oni Karimni yod olganligi to'g'risidagi fikrlarni tarqalishida asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Endi Abdurazzoq Samarqandiy bu ma'lumotni qayerdan olyapti? Bizga ma'lumki, Abdurazzoq Samarqandiy Temuriylar saroyida ishlagan, Shohruxni eng ishongan davlat arboblaridan biri edi va Shohruxni bir necha mamlakatlarga jo'natgan elchisi ham bo'lgan. Ham kotibi bo'lib ishlagan. Ya'ni bu Shohrux saroyida, keyinchalik Sulton Abu Said Mirzo saroyida juda katta mavqega ega bo'lgan, demak, davlat arbobi edi. U Temuriylar davlat tarixini juda yaxshi bilgan va shu asarlarda bu ma'lumotlarni kiritgan. Undan tashqari Abdurazzoq Samarqandiyning manbasi ham juda ishonchli. Ya'ni u Hofiz Obroni Zubdodut Tavorix asariga tayanadi. Zubdodut Tavorix asarining muallifi Hofiz Obro aynan Amir Temur saroyida ishlagan Amir Temurning yaqinlaridan biri edi. Amir Temur vafotidan keyin Shohrux saroyida ishladi va Shohrux davrida tarixiy asarlar yozdi. Demak, Abdurazzoq Samarqandiyni asarlarida berilgan ma'lumotlarni naqadar asosiy ekanligini mana bir necha misollar bilan ko'rib turibmiz. Shu o'rinda eslash kerak, mana bu ham qiziq ma'lumotda Amir Temurni Sohib Qur'on unvoni bilan bilamiz. Lekin Sohib Qur'on unvonining mazmuni to'g'risida ham turli fikrlar yuradi. Aslida Sohib Qur'on unvonining mazmuni bizga yaxshi ma'lum. Endi bu asli bu ikki demak yulduz, ya'ni omad keltiruvchi yulduzni yaqinlashgan paytda, ya'ni bu Merrix va Zuhro va Jadi yulduzlari edi. Shu ikkala yulduzni yaqinlashgan paytida tug'ilgan insonga qarin egasi deyiladi. Ya'ni shu ikkita yulduz eng yaqin kelgan vaqt qarin voqeasi deyiladi. Shu qarin voqeasi jarayonida tug'ilgan farzandga sohibi qarin, ya'ni qarin egasi. Qarin degani baxt saodat egasi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni baxt saodat vaqtida bu ikkita yulduz eng yaqinlashgan vaqt baxt saodat vaqti. Shu vaqtda tug'ilgan inson albatta baxt saodatga erishadi deb unga demak sohibi qarin deyiladi. Bu sohibi qarin endi Sohib Qur'onga aylangan. Va bu endi tan olingan ilmiy e'tirof. Lekin xalq orasida Sohib Qur'on so'zini sohibi Qur'on, ya'ni Qur'on sohibi, ya'ni Qur'onni yod olgan kishi degan ma'noda yoki Qur'onni xatm qilgan kishi ma'nosida ishlatiladi. Bu ishlatilishi ham bejiz emas ekanda. Demak, Abdurazzoq Samarqanddagi mana bu ma'lumot xalq ichidagi Sohib Qur'on so'zini sohibi Qur'on sifatida ishlatilishini ham asosi borligini ko'rsatib beryapti. Marhamat, endi mana shu yerda men Amir Temur davridagi yirik tarixiy shaxslardan biri va yirik diniy ulamo, olim, demak bu Shayx Shamsiddin Jazariy to'g'risida ham fikr bildirishimiz kerak. Marhamat, Humoyin, shu to'g'risida to'xtab o'tsangiz. Rahmat ustoz. Ibn al-Jazariy buyuk ulamolardan, xususan fiqh ilmidan tashqari qiroat ilmi bo'yicha ham eng yirik ulamolardan biri deb aytiladi. Arab manbalarida keltirilishicha, Ibn al-Jazariyning otalari 40 yil davomida farzand ko'rmaydi. 40 yil, ya'ni farzand kutishadi va endi farzand umidida yurgan vaqtda Ibn al-Jazariy tug'ilishadi 1350-yilda. Ibn al-Jazariy dastlab o'z faoliyatini shu turli ulamolardan dars olish bilan boshlaydi va keyinchalik Rum hududiga boradi o'z ilmini rivojlantirish maqsadida va Bursa shahri, ya'ni o'sha paytdagi Usmonlilar imperiyasining poytaxti bo'lgan Busra shahriga yetganida Sulton Boyazid bilan ko'rishib qoladi va Boyazid qabulda bo'ladiki va Boyazidda Jazariy janoblari juda katta bir taassurot qoldiradi va o'z saroyida qolishga taklif qiladi va bir necha yil davomida Jazariy Bursa shahrida, ya'ni Usmonli imperiyasida faoliyat olib boradi. Keyinchalik bilamiz 1402-yilda bizga mashhur bo'lgan Anqara jangi bo'lib o'tadi va Anqara jangida Sulton Boyazid bilan birgalikda Ibn al-Jazariy ham Amir Temur huzuriga olib kelinadi. Manbalarda keltirilishicha Ibn al-Jazariy ga nisbatan Amir Temur ancha hurmatda munosabatda bo'ladi va hatto manbalarda aytiladiki,
Mavrannahr mintaqasiga olib kelinganida Ibn al-Jazariy sharafiga ziyofat tashkil qilinadi va bu ziyofatda u Amir Temurning o'ng tomonida yirik ulamolarning eng boshida o'tiradi va Amir Temur o'zi shunday ko'rsatma beradiki, chap tomonda amirlar va zodagonlar, o'ng tomonda ulamolar va ularning boshida Ibn al-Jazariy o'tirishini aytiladi Sohibqiron tomonidan va odatda bu joyda siz aytib o'tganingizdek odatda Jurjoniy janoblari o'tirishardi, lekin bu safar Ibn al-Jazariy o'tiradi va shunda Timurga savol berishadi, nimaga bunday bo'lganligi to'g'risida va Timur javob beradiki, kitob va islom ilmi bo'yicha eng yirik olimni qanaqa qilib biz boshqa joyga o'tkazishimiz mumkin degan mazmunda fikr bildiradi. Bundan tashqari ustozimiz boya aytib o'tgandek, Ibn al-Jazariyning obro'si, bilimi dan Timur ham ma'lum darajada siyosiy yo'nalishlarda foydalandi deyishimiz mumkin. Xo'p, Ibn Arabshoh ma'lumotlarida keladiki, Amir Temur Anqara jangidan keyin aynan Ibn al-Jazariyni Misr mamluklari hududiga elchi qilib yuboradi va bu elchilikdan ko'zlangan asosiy maqsad shu Amir Temurga Misr mamluklarini siyosiy jihatdan bo'ysundirish va Amir Temurning sodiq amirlardan bo'lgan atalmishni qaytarib berish masalalari u yerda muhokama qilinganligini aytishimiz mumkin. Umuman Ibn al-Jazariy misolida Amir Temurning ulamolarga nisbatan hurmati naqadar yuqori ekanligi albatta ko'zga tashlanadi. Shu o'rinda aytib o'taylik. Xo'p, Jazariyni keltirdi, mana bu o'ta o'z davrining o'ta yirik ulamosi bu kishi. Bu hozirgacha hozirgacha mana aytaylikki, diniy ilmda yoki ulamolarimiz orasida, xalqimiz orasida qattiq hurmat qilinadigan shaxslardan biri. Xo'p, shu kishi bizdagi qaysi sohalarning rivojlanishiga katta ta'sir qildi? Ijobiy rol o'ynadi. Misol uchun, mana u kishi Keshdagi madrasada dars berdi, aslan Samarqanddagi madrasalarda dars berdi. Shu haqda ham to'xtab ketaylik. To'g'ri aytib o'tdingiz ustoz. Mavrannahr mintaqasi o'zi avval Madina shahriga boradilar, Makka shahrida ta'lim oladilar. Bundan tashqari Samarqandga kelganlardan avval Qur'onning 12 qiroat shakli bo'yicha yetarli darajada bilimlarga ega bo'ladi va mana shu bilimlarni Mavrannahrda, xususan Samarqand va Kesh shaharlarida yoyilishiga sababchi bo'ladilar va hozir aynan ismlaringiz biroz yodimdan ko'tarildi. Bir qancha shogirdlar yetishtirib chiqaradi va bu shogirdlar keyinchalik mana shu Samarqand, umuman Mavrannahr mintaqasida diniy ilmlarni, umuman qiroat ilmining rivojlanishida o'ziga xos bir rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin ustoz. Endi bu Jazariy hazratlari faqat qiroat ilmi emasda, hadis ilmida ham ko'plab shogirdlar chiqargan va Jazariy janoblarining hadis ilmida chiqargan shogirdlaridan biri aynan Amir Temur bo'lgan ekan. Qarang, Amir Temur shu Abdurazzoq Samarqandiy Matlab Sadayn asarida yozyaptiki, Amir Temurga Sahih Buxoriydan dars beradi. Va Amir Temur demak Jazariyni bilan birga, demak Jazariyni darslarini olib Sahih Buxoriyni to'liq o'qib, o'rganib tugatadi. Va shundan keyin Jazariy janoblari Amir Temurni imtihon qilib ko'radi. Va shu imtihondan keyin u kishiga hadis rivoyat qilishga ijozatnoma yozib beradi. Mana bu ma'lumot ham Amir Temurni demak diniy sohada naqadar ilmli bo'lganligi, boyagi diniy bahslarda bejiz qatnashmaganligi, u yerlarda o'zini fikr bilan demak e'tibor qozonganligi bejiz emasligini ko'rsatib turibdi-da. Albatta mana Amir Temur Mavrannahrga juda ko'p olimlarni to'pladi, ularga hamma zo'r sharoitlarni yaratib berdi va qarangki, Amir Temur mana shu ulamolarni, olimlarni ko'nglidan joy ola bildi. Misol uchun mana boya o'zaro suhbatda ham aytdik-ku, Shayx Mavlona Shamsiddin Amir Temurning eng yirik inshoshunosi, munshisi Shayx Shamsiddin Mavlononi Amir Temur vafotidan keyin aytgan gapini eslaylik. Qarang, aytayaptiki, men boshqa olimlar aytayotgan, Amir Temur vafot etgandan keyin nima uchun sen davlat xizmatiga chiqmayapsan desa, men xizmat qilishim mumkin bo'lgan, men hurmat qilgan yagona inson vafot etdi. Endi men Temurning munshisi bo'lgan inson, endi boshqa bir insonga munshi bo'la olmayman dedi va Amir Temur hurmatidan davlat ishiga chiqmayman dedi. Mana bu ham demak Amir Temur ulamolarning ko'nglidan joy ola bilganligini ko'rsatadi. Yana bir narsa bor. Ibn Arabshoh baribir Amir Temurni rosa tanqid qilgani bilan Temur haqida eng nodir ma'lumotlarni berganda,
misol uchun mana Ibn Xaldun bilan Temurni suhbatini keltiradi-ku, o'shanda Ibn Xaldunning Amir Temurga murojaati bor. Eslanglarda aytadi. Ibn Xaldun Amir Temurga "Ey Mavlona Amir" deb murojaat qiladi. Qarang, qaysi demak hukmdorga, qaysi davlat arbobiga Mavlona demak aytadiki, xo'p nisbasi bilan, unvoni bilan murojaat qilingan. Ha? Odamlar, olimlar, hukmdorlar xohlagan o'zini 7 iqlim hukmroni deb atashlarini, ha? Haligi nima edi? Allohning yerdagi soyasi deb atashlarini, haligi shunaqa. Lekin Amir Temurni qadrlagan murojaat Mavlona Amir. Qarang, bu ham Amir Temurni ilmga, olimlarga bo'lgan munosabatini ko'rsatib beryapti. Yana qanday fikrlar bo'lsa marhamat. Ustoz, aynan Amir Temurni hadis ilmi bo'yicha tahsil olganligini, Imom al-Buxoriyning Al-Jami as-Sahih asarini o'qiganligini aytib o'tdingiz. Shunga biroz fikr paydo bo'lib qoldi. Amir Temur bilamiz, juda ko'plab noyob kitoblarni to'plagan va ularni iloji boricha boshqa hududlardan o'z saroyiga olib kelishga harakat qilgan. Xususan, o'sha vaqtda Misrda Al-Jami as-Sahih asarining bir nusxasi ko'chiriladi. Juda ham qimmatbaho kitob deyishimiz mumkin. Uni aynan 300 dinorga Amir Temur sotib olib o'zini saroyiga olib keltirgan. Qarang, hozir juda qiziqarli va nodir bir fakt aytdingiz-da. Mana Amir Temur, hozir aytyapmiz, mana Abdurazzoq Samarqandiy yozyapti. Amir Temur demak Jazari hazratlaridan Jami as-Sahihni o'rgandi. Shu kitobdan dars oldi va shundan imtihon topshirdi. Va u harakat qilyaptiki, dunyodagi barcha Jami as-Sahihni demak barcha nusxalarini yig'ishga, uni har bittasini ko'rib chiqishga harakat qilyapti-da. Shuning uchun ham Misrdan uni o'zlarida bor bu asar bo'lmasa, lekin Misrdagi nusxasini ham keltiryaptiki, shuni solishtirish, qiyoslash, demak uni yana ham chuqur o'rganish uchun. Yaxshi, marhamat yana. Albatta, ulamolar bilan munosabatlar, xususan Ibn Xaldun masalasiga ham juda ham ko'p to'xtalib o'tdik, chunki albatta endi u kishi o'z davrining eng yirik olimi. eng yirik olimlardan. Hozirgi muqaddima asari jamiyatimizda qanchalik mashhur bo'lyapti. Shu kishi Amir Temurning ilmidan hayratlangan inson albatta ustoz. Ibn Xaldun bilan suhbatda qarangki, Amir Temurni qay darajada fikrlay oladigan insonligini, Ibn Xaldunni qayerda tug'ilganligini, qayerlarda yashaganligi to'g'risida fikr so'raydi va u Mag'ribda bo'lganligini ham aytib o'tadi va Amir Temur iltimos qiladiki, Mag'rib haqida unga ma'lumotnoma tayyorlab berishini va Ibn Xaldun 3 kun davomida unga 12,5 betdan iborat Mag'rib to'g'risida, uning geografik holati, iqlimi, odamlarning yashash sharoiti, umuman bir mukammal bir ma'lumot tayyorlab beradiki, ya'ni albatta Amir Temur ham kelajakda bu ma'lumotlardan maqsad turli xil ya'ni siyosiy yoki elchilik maqsadlarida foydalana olish imkoniyatini shu yerda ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, Amir Temurning ilm ahliga bo'lgan hurmatini albatta Ibn Xaldun misolida ham ko'ramiz. Avvalo Ibn Xaldunni ham Amir Temur Samarqandga taklif qiladi. Lekin Ibn Xaldun janoblari asosiy ilmiy asarlari va qo'llanmalari Misrda qolganligi sababli Misrga borib kelish niyatini borligini aytadi va Amir Temur huzuriga kelganda albatta Ibn Xaldun Hachirda keladi. Hachirda kelgan bo'ladi. Endi manbalarda tasvirlanadiki, Hachir ancha qarib qolgan, ya'ni ko'p sayohat qilish natijasida ancha sog'lig'i, ya'ni Hachirda faoliyatida foydalanish bir buncha qiyinchilik tug'dirayotgan ko'rinadi va Amir Temurning haligi bir insonni qalbiga ozor bermaslik, ya'ni ayniqsa ulamolarni qalbiga ozor bermaslik xislati shunda ko'rinadiki, men shu Hachiringizni sotib olishni istayman deydi. Faqat bu Hachirni menga qoldirib ketasiz, ya'ni unga yana boshqa ulov berilgan bo'lsa kerak va pulni sizni odamlarim, maxsus odamlarim sizga olib borib beriladi va ortizdan olib borib berishadi deyiladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri hurmatsizlik qilib hammani oldida berishni istamagan bo'lsalar kerak va 15,000 dinorga sotib oladi. Bu juda ham katta summa. Ya'ni Amir Temur shu darajada katta taassurot qoldirdiki, u o'z nimasiga bo'ladi, pozitsiyasi orqali olimni ma'lum darajada mukofotlashni ham unutmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yana juda bir siyosiy tomoni bor-da buni. Ibn Xaldun qayerga ketyapti? Misrga, Qohiraga ketyapti. Misr mamluklari Amir Temurning dushmani. Ibn Xaldunning bor oilasi ham yo'q o'sha yerda. Ularning xizmatidagi odam. Bu yerda Damashqda Misr sultoni qochib ketgan. Ibn Xaldunni tashlab qochib ketdi-da Misr sultoni. Shuning uchun u bu yerda Temur qo'liga aslida aytadiki, g'ayri ixtiyoriy ravishda Temurning qo'liga tushdi-da u. To'g'ri. Lekin Temur uni shu darajada hurmat qilyapti va unga hozir sovg'a salom bersa ololmaydi Ibn Xaldun.
olsa u mamluklardan jazoga qoladi. Ola olmaydi. Va uni qiyin ahvolga tushirmaslik uchun uni hajrni sotib olgan bo'lyapti-da, unga aytayaptiki, u pulni o'sha paytda siz aytganingiz, o'sha paytda bersa Ibn Xaldun ham u pulni qabul qila olmaydi yoki xijolat bo'ladi. Orqangizdan demak, hajrni pulini jo'natib olaman deb, ana endi hajrni sotib olgan bo'lib 15 ming dinar mablag'ini beryapti. Ertaga Ibn Xaldun mana yuzi yoriq bo'lib Misrga kirib kelyaptiki, haligi Amir Temurdan hech qanday sovg'a olgani yo'q. Mana bu o'sha hadiya berishni ham nozik jihatlari, ya'ni olimlarning ham o'ziga yarasha bir aytadiki, bir ko'ngli nozik bo'ladi-da. Mana shu noziklikni his qilgan holda ularni ko'ngliga ham azor yetkazib qo'ymasdan turib bunday hadiyalar berishi Temurning o'ziga xos bir xislati. Yana shu yerda men bir narsani eslatmoqchi edim. Esga olmoqchi edim. Amir Temurning olim ulamolarga bo'lgan hurmati ularning qabrini ziyorat qilishda ham ko'rinadi. Qarang, Amir Temur o'ziga xos ziyorat odobidan foydalangan. Hozir mana biz jamiyatimizda bu odob qanchalik saqlangan bilmadim. Mana qarang, har bir yurishdan qaytib kelyapti. Birinchi ziyorat qilishni nimadan boshlaydi Amir Temur? Qayerdan? Kimlarning qabrini ziyorat qilishdan boshlaydi? Birinchi navbatda ustozlarini. Mana Shahrisabzga kirib kelyapti. Otasining qabri ham shu yerda. Lekin birinchi navbatda ustozi Shayx Shamsiddin Kulolning qabrini ziyorat qiladi. Shayx Shamsiddin Kulol 1371-yili vafot etgan. Temur 1374-yili hokimiyatga erishgandan bir necha yil o'tgandan keyin uni qabri ustiga ajoyib bir maqbara qurdirgan. Va shu maqbarani ziyorat qiladi. Ikkinchi, shu hududda yashayotgan va shu hududda yashagan va olamdan o'tib ketgan olimi ulamolarning qabrini ziyorat qiladi. So'ngra ota-onasining qabrini ziyorat qiladi. Mana uni olimi ulamolarga bo'lgan hurmati mana shu ziyorat odobida ham ko'rinib turibdi. To'g'ri. Yana qanday fikr mulohazalar bor? Boya ustoz uzr, Ibn al-Jazariy hazratlari to'g'risidagi bitta fikr yodimdan ko'tarilib qolibdi. Amir Temur vafot etganlaridan so'ng Ibn al-Jazariy Xalil Sulton Mirzodan ijozat so'rab, qaytish bo'yicha ruxsat so'raydi va shunda Xuroson hududidan o'tayotganda shaxsan Shohrux Mirzoni o'zi Ibn al-Jazariy kelayotgan hududga chiqib, peshvoz chiqib, hazratni kutib olib, keyinchalik kuzatib yuborganlik manbalarda qayd etiladiki, ya'ni biz bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, haqiqatda Amir Temur davrida Ibn al-Jazariy eng yirik ulamolardan biri bo'lganligini, hatto Shohrux Mirzo ham uni peshvoz chiqib qarshilab kutib olganligi manbalarda keltirilgan. Va mana shunday insonning Amir Temurga siz yuqorida aytib o'tganingizdek Amir Temurni e'tirof etishi sohib Qur'onning ham bu boradagi bilimlari yuqori ekanligidan dalolat beradi. Xo'p, yana bundan tashqari boya Ozodaxon aytib ketib ketdi Damashq masalasida. Shu o'rinda Amir Temur Damashq mintaqasiga harbiy yurishlarni amalga oshirgan paytlarida bir guruh amirlar endi o'z boshimchalik qilib vaqt mulklarni bilmasdan talab qo'yishadi. Endi Damashq ulamolari ham Amir Temurning adolatiga ishonganliklari bois Amir Temur oldiga arz qilib kelishadiki, Makka va Madinaga jo'natilishi ko'zda tutilgan vaqt mulklar talandi deyiladi va Amir Temur bu ishni taftish qilishni albatta qozi askarlarga buyuradi va bu ish tashrif qilinadi va amirlar jazosini oladi va amirlar nafaqat jazosini oladiki, moliyaviy kamchiliklarni, ya'ni yetkazilgan zararni qoplash vazifasi yuklatiladi. Ya'ni adolatni to'laqonli ta'minlash. Mana hali baribir bu masalani chetlab o'talmaymiz-da. Xo'p, Amir Temurni ilmga, jumladan bugungi suhbatimiz ko'proq Amir Temurning diniy ilmga bo'lgan munosabati, uni haqida gap ketdi. Shu o'rinda haj masalasi chiqadi. Lekin men mana o'zim Temuriylar davri tarixiga oid manbalarni aynan Eronda va Movarounnahrda yozilgan manbalarni ko'pini ko'rib chiqqanimda Amir Temurni hajga borganligi yoki hajga borish istagi bo'lganligi haqida biror bir fikr uchratmaymiz. Lekin arab manbalari bundan mustasno. Misol uchun marhamat qilmang. Ustoz, albatta Turkiya tarixshunosligida Amir Temur mavzusi bo'yicha tadqiq qilganimda men buni albatta asl manbalardan ko'rmaganman. Asosan turk tarixchilarining arab manbalariga murojaatlaridan ko'rganman. O'sha yerda keltiriladiki, xususan Al-Maqrizi, Ibn Tangriberdi kabi arab muarrixlarining ma'lumotlarida, ya'ni turk tadqiqotchilarining fikricha, Amir Temur haj safariga borishni reja qilgan va unda aytilishicha bir guruh yosh katta insonlarni hatto Makka shahriga elchi qilib yuborganligi ham qayd etiladi va ular Makka amiri bilan uchrashib Sohib Qur'onning kelishi masalasi va unga tayyorgarlik masalalari bo'yicha bir qancha muzokara o'tkazganligi keltirib o'tiladi.
Lekin siz yuqorida aytib o'tganingizdek, bu haj amalga oshmagan. Bu biz aytgan fikrimiz Temuriylar davri fors manbalarida va boshqa turkiy manbalarda uchramaydi. Endi buni o'ziga xos siz aytganingizdek bir qancha siyosiy sabablari bo'lsa kerak. Buni Endi biz shu o'rinda qarangda, Amir Temur mana 3 yillik yurish davrida, 5 yillik yurish davrida, 7 yillik yurish davridagi eng asosiy qo'ygan siyosiy talablardan biri haj yo'lini xavfsizligini ta'minlash. Qarang, doim o'sha Eronga demak kirib borganda ham, Iroqqa kirib borganda ham, demak Yaqin Sharq hududiga kirib borganda ham eng asosiy talabni qo'yyapti. Demak hajga boruvchilarning yo'lini xavfsizligini ta'minlash, ularga qulaylik yaratish. Demak bu ham demak Amir Temurning o'sha arab mualliflari tomonidan keltirilgan hajga borish orzusi bo'lganligi haqidagi fikrni qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman. Lekin nima uchun hajga bormagan? Endi ko'pchilik demak olimlarning fikricha Amir Temurning hajga bormaganligi eng asosiy ta'sir qilgan narsa, Amir Temur albatta u yerga bir o'zi bora olmas edi. U yirik hukmdor, u albatta o'zini ko'p sonli qo'riqchilari va albatta ma'lum darajada harbiy qismlar bilan boradi. Bu esa muqaddas shaharlar bo'lmish Makka va Madina ahliga ko'p tashvish keltirishi mumkin. Mana shuning uchun ham demak Amir Temur hajga bormagan va bu fikrdan qaytib demak shimolga qarab qaytgan bo'lishi mumkin. Marhamat Ozodxon, bugungi suhbatimiz bo'yicha qanday yana qo'shimchalar bor? Ustoz, menda aynan Amir Temurning shayxlar, ulamolarning qabrlarga bo'lgan munosabati yoki maqbaralar qurish haqida biroz fikrlar bor edi. Bilamiz, Amir Temur davrida birgina Moronahrining o'zida 1000 ga yaqin maqbaralar qurilgan yoki qaytadan ta'mirlangan. Bu faqatgina Moronahir uchun tegishli. Agar uni Xuroson yoki boshqa o'lkalar bilan hisoblab chiqadigan bo'lsak, bu juda katta bir hajmli ishlar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda har bitta, mana ustoz o'zingiz ham aytib o'tdingiz, har bitta yurishdan oldin o'sha ularni ziyorat qilganlik masalasida yoki qaytib kelgandan keyin buni o'zingiz bilan juda ko'p gaplashganmiz. Amir Temurni aynan Xo'jandga tashrif buyurganligi haqida, ya'ni Shayx Muslihiddin yoki Shayx Maslahat nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha shayxni o'sha maqbaralariga tashrif buyurganligi. Ba'zi manbalarda aytiladi, o'sha maqbarani qaytadan obod qilish uchun o'sha 10,000 kepaki dinor berilganligi yoki ba'zi nimalarda uchraydi. Aynan o'sha yerdagi aholiga ihson sifatida tarqatilganligi haqidagi ma'lumotlarni o'qiganmiz. Bundan ko'rinib turibdiki, Amir Temur umuman o'sha barcha shayxlarni, sayyidlarni demak o'sha maqbaralariga, qabrlarga be'tibor bo'lmagan. Haqiqatan bu narsani, bu fikrni Ozodxon, mana shu fikringizni endi to'g'ri, siz aynan shu masala bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bordingiz va o'z ilmiy tadqiqotingizda 1000 dan ortiq demak maqbaralar, masjidlar Temur davrida demak qayta tiklanganligi, qurilganligini demak isbotlab tadqiqotingizda aniqlab berdingiz. Bu narsani mana arxeologik ma'lumotlar ham tasdiqlaydi-da. Aynan Farg'ona vodiysi misolida olaylik. Shayx Muslihiddin yoki Shayx Maslahat maqbarasini arxeologlar o'rganib chiqqanda bu yerda qoraxoniylar g'ishti bilan Temuriylar davri g'ishi aralash ishlatilgan. Bundan ko'rinadiki, bu maqbara Temuriylar davrida qayta tiklangan. Rekonstruksiya. Aynan shu narsani mana Farg'ona vodiysida Safed Bulon maqbarasi bor. Mana xo'p, Olabuqa tumani, hozir Qirg'izistonning Olabuqa tumanida. Safed Bulon. Aynan mana shu maqbara ham aynan Temuriylar davri g'ishi bilan undan oldingi o'sha Qoraxoniylar, Somoiylar davri g'ishlari aralash ishlatilgan. Demak, aynan Temur davrida bu ham qayta tiklangan. Vayron bo'lganlar. Shu qayta tiklashda eski g'ishlar ham ishlatilgan. Yoki xo'p, Farg'ona vodiysidagi Bibi Uvayda ziyoratgohida ham xuddi shu narsani kuzatamiz. Demak, buni butun Moronahir bo'ylab kuzatishimiz mumkin bu holatni. Chindan ham bu demak Temuriylar davrida demak masjid madrasalarning qayta tiklanishi bir ommaviy ravishda olib borilganligini ko'rsatadi. Endi ruxsat bersa qo'shimchalar bo'lsa. Yana bir fikrimiz bor ustoz. Amir Temurning diniy ulamo va olimlar bilan qay darajada yaqin bo'lganligi, ular bilan ko'p suhbatda bo'lganligini isbotlovchi yana bir dalillardan bittasi bu Olovuddin Tabriziy, yirik fiqhshunos olimlardan biri. Amir Temur bilan juda ko'p suhbatlarda bo'ladi va hozirgi tilda aytiladigan bo'lsak, Amir Temurning shaxmat bo'yicha eng yirik partnyorlardan bittasi bo'ladi. Amir Temur bilan birga shaxmat o'ynashni juda yaxshi ko'rgan.
va Alo'ddin Tabriziy ham albatta shaxmat o'ynashda juda mohir bo'lgan va bir o'yin yakunlangandan so'ng Amir Temur unga qarata men davlat va siyosat ishlarida qanchalik qobiliyatli bo'lsam, sen shaxmat o'ynashda shunchalik qobiliyatlisan deb aynan uni e'tirof etganligi Amir Temurning ulamolarga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Yoki turk tadqiqotchilarni fikri bilan bir xulosa qiladigan bo'lsak, turk tadqiqotchilari shunday fikrdan xulosa qiladiki, turk tadqiqotchilari Amir Temur va Temuriylar davlati singari o'z davrida va undan keyingi davr uchun yirik ulamolar, olimlar va madaniyat vakillarini yetishtirib bergan sulola dunyoda haligacha yo'q degan fikrlarni bildirib o'tishi albatta Temuriylar, umuman Amir Temur shaxsining turk tadqiqotchilari tomonidan e'tirof etilishidan dalolat beradi. Marhamat, Ozidaxon, xulosaviy fikrlar bo'lsa. Albatta, aynan Amir Temurni biz suhbat davomida juda ko'plab fanlarga bo'lgan yaxshi o'rganganligini yoki ko'plab olimlarni aynan Samarqandga olib kelganligi haqida aytib o'tdik yoki umuman shayxlarga, ulamolarga bo'lgan munosabatini gaplashdik. Biz yoshlar aynan mana shu Amir Temurni ilm fanga bo'lgan munosabatidan biz xulosa chiqarishimiz kerak. Va mana shu orqali biz yanada ishlashimiz zarurligini ana shu nimalarda aynan mana shaxsni o'sha ilm fanga bo'lgan munosabatdan yoki umuman diniy ulamolarga bo'lgan munosabatdan ular bilan o'sha juda qizg'in bahs munozaraga kirishganligidan ko'rib turibmizki, biz yanada o'sha ko'plab tadqiqotlar olib borishimizni aynan mana shuni bilishimiz mumkin. Albatta, yoshlarimiz ilmni barcha sohalarini egallab, uni chuqur o'rganib borishlari kerak. Bu borada Amir Temurdan o'rnak olishsa arziydi. Men ham shu xulosa sifatida bir Van Berining fikrini aytmoqchi edim. Van Beri aynan o'sha turk tarixshunoslari aytgan fikrga yaqin fikrni, albatta ulardan biroz bir necha yuz yil oldinroq aytgan. Ya'ni Van Beri aytadiki, Andalusiya ummaviylarini hisobga olmaganda fanga, madaniyatga, ilmga Temuriylar sulolasi kabi hissa qo'shgan sulola yo'qdir deydi. Ya'ni bu ham aynan Temuriylar renessansini jahon sivilizatsiyasida qanchalik muhim o'rin tutganligini ko'rsatib beryapti. Va mana shu renesansning asoschisi Amir Temurni va Amir Temurning fanga bo'lgan munosabati, ilmga bo'lgan munosabatini albatta bugungi kunda keng o'rganishimiz, uni yoshlar orasida targ'ib qilishimiz kerak. Rahmat bugungi ishtirok uchun. Endi men demak, tarix fani ixlosmandlariga murojaat qilmoqchi edimki, sizni yana qanday mavzular qiziqtiradi va yana qanday Amir Temur, Temuriylar yoki tarixni boshqa bir davrlari bo'yicha agar savollaringiz bo'lsa, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Albatta biz keyingi ko'rsatuvlarimizda bu savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.